Assalomu alaykum quvvalilar, aka-ukalar, opa-singillar. Mani kuzatuvchi aka-ukalar bilishadi. Qayda nima arzon bo'lsa, obzor qilib berishga harakat qilaman. Podpischiklarim uchun Namanganda ham shunaqa aksessuar katta bo'lgan do'konni obzor qilib bergandim. Bu yerga quvvalilar bo'lsa bemalol kelishingiz mumkin. Optim narxda, donaga ham, optimga ham ulgurji narxda sizlar xarid qilishingiz mumkin. Kimga nima kerak bo'lsa, aksessuarlar, telefonga naushnik, chexol deysizlar, barcha aksessuarlarimiz mavjud. Kelasizlar, bloger aka-ukalarimiz bo'lsa ham, qizlarimiz bo'lsa ham, shtativlargacha bor. Nimaga kerak bo'lsa, mikrofon deysizlarmi, kolonka deysizlarmi, hamma narsamiz bor. Xarid qilinglar, dastavkalarimiz bor. Telegramda mana shu nomerlarga yozsanglar, nima kerak bo'lsa tashlab berishga harakat qilamiz yoki rasman tashlasanglar ham bor bo'lsa yoki toptirib olib kelib beramiz. Like podpiska bosib qo'yinglar, aka-ukalar. Quvvalilar bo'lsa shu videoni yuborib qo'yinglar, xudo xolasa. Chotki narxida, optim narxda asosiy qilib berishar ekan. Hozir kartasini ham sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Okalar, hop. Bu tomonimiz sentr ekan. Sentrdan kelayotganlar bu tomonga, bu tomon Andijonga ketish ekan. Bu tomon Andijondan kelayotganlar, sentrdan kelayotganlar o'ng qo'lda aksessuar do'konimiz. Domstroy degan magazinning yonida ekan. Quvvalilar bo'lsa bilishadi. Mana shu videoni yuborib qo'yinglar maksimal darajada, xudo xolasa, arzon narxda bunaqa katta assortimenti bor do'kon, menimcha hamma joyda ham yo'q. O'zimga yaxshisini ilinganimiz, sizlarga ham ilindim. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Optimchi aka-ukalarimiz bo'lsa ham bemalol kelaverasizlar. Dastavkalarimiz ham bor, xudo xolasa. Bemalol mana shu nomerlarga aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.